شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, ilgirki 81-79 oyatni so'zlagan darslarimizda Alloh subhanahu va taolo uzluksiz ahli kitobdan yuz bergan xatoliklar va ularninki o'tkazgan ig'ir jinoyatlar haqida har turlik, ya'ni o'limlari avomlari tashkil qilgan şekilde her türlük sahalarının ötküzgen hatalıqını ayrım şekilde bizge bayan qilgandi. Ayetler yani şu mezmunda devam qılıvatıdı. Ama Kur'an-ı Kerim'nin ifadeleş uslubu da Kur'an qaçan azap, devzəxni tilg'a ağa vaqtida qarşısını mı hem keltirdi. Bir ayette devzəxnin azabının gepi olsa karşı, yani nimetnin cennetnin gepi oludu. Mümin Müslümanның gepi olsa müşrik kafirnin gepi oludu. İlgirki ayetlerde ehli kitap ularning ötküzgen hatalıqı ve ularning uçuraydigan cazası tilg'a elingan bolsa şunun karşısı da bugünkü ayette Allah subhanahu ve taala müminlerinin ve müminlerinin erişidigan mukafatını tilgab ötüvatıdı. Yani bu Kur'an-ı Kerim'ninki tergibat, terhibat uslubu başkalarını yamanlıktan agahlandırgan bolsa, del şu vaxtının özü de şunun karşısı olan yaxşılıkı tergib kılıdı. Bir işini çekligen bolsa, bununla yeni bir yoldan birini geçip birdi. Korkutushning qishida ümitlendirish ham billa bor. Bu Qur'oni Karimning uslubi. Bugun o'qiydigan 82-oyatimizda shu mazmun, ya'ni ilgirki mazmunlarning dal aksi. Ilgirki mazmunlarda Yahudiylar va ularning o'tkazgan xatoliqlari va jazosi tasvirlangan bo'lsa, bugungi darsda mu'minlar va ularning mu'min bo'lishga loyiq qilgan ish harakatlari ve ularning erişidigan mukofotlari tilga olinadi. Allah subhanahu va taolo davatudu estağfirullah vellezina amanu ve amilus solihat ulaika ashabul cenneti hum fiha halidun. Yani iman etgan ve yaxshi ishlarni qilganlar cennetning sahiplaridir. Biz oldingi soatlik darsimizda ashabun nar degan oyatda ashab degan so'zning ma'nosini, ya'ni do'st, hamra, ayrılmaz hemra degan ma'noda tushuntirib, kafirlar devzax bilan shunchalik darajada yiqillattirib bog'lanadiki, bular ondan ayrılalmaydı, chiqolmaydi, qutlay debmi qutlanmaydi. Aynı mazmun bugungi dars yana keladi. Ya'ni mu'minlar cennetdan mangu chiqmaydi. Cennet mu'minlardan ayrılmaz bir makan. Bu mu'minlarga beriladigan mukofot. Ahirda ta'kid şekilde hum fiha halidun. Müminler cennette mengu yaşaydı. Yani Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de azap, devzaxni tilg'a vaqtida bunun qarşısını mı ayıp keladi? Osumu nimet, cennet. Bunda olushi çünkü o'zaro selishtirish, bir narsaning qarşısını keltirish bizga o'tiridagi farqni ko'rsatib qo'yadi. Mu'minga baxt, saadet his tuyg'usini bersa, çünkü mu'min do'zax azobidan yiroqlashganligini o'zi biladi. Bulam emas, balki jannatga mangu turish uchun kiradi. Bu yerda büyük bir saadet bu. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo davatudu: "Faman zuhsiha anin nar va udkhilal janna faqat faz." Kim do'zaxdan qutulib
Cennetga kirsen, cennetga kirgizilsa, büyük bir utuqni qo'lga keltirgan bo'ladi. Büyük nishoniga yetgan bo'ladi da'vatudi. Ya'ni oxiratdagi nijotlik, oxiratdagi qutulish bir daraja emas, ikki daraja. Erishadigan manfaat ikki. Oxiratning nijotlik darajalarining birinchisi insonning do'zaxdan avval yiroqlashtirilishi. Gerçi A'raf, ya'ni nimaga jannatga kirmay, do'zaxga kirmaydigan turib qoldigan yag bo'lsin, ish qilib do'zaxga kirmaslikning o'zi bu buyuk bir utuq. Bu cho'ng ish. Sen do'zaxning ustiga qurilgan shu siratdan o'tib, do'zaxdagi turli azoblarni ko'rguningning o'zi yetidi. Do'zaxdan qutulishning buyuk bir saodat ekanligini his qilishga. Şu do'zaxning ustiga qurilgan ko'rikdan meng'iyotsa, ostida ajoyib qo'rqinchli bir azobni ko'ryotsa, sen buning hammasidan qutulib o'tding. Bu buyuk qutulish bo'lishqa, buyuk utuq bo'lishqa, buyuk qozonish bo'lishqa bu yetarlik. Chunki mushu minutning o'zida sen şu ko'rikning ustidan o'tib, şu do'zaxni ko'rayotgan vaqtning o'zida kofir nim deydi desa, o'zininki do'zaxga kirmaslik uchun bir tuproq bo'lib ketsam chukashki, yaratilmagan bo'lsam chukashki, hayvon bo'lib ketsam chukashki deb, ya laytani kuntu turaba, men bir tut bo'lib ketsam chunki inson bo'lmagan bo'lsam deb bu qadar umid arzuni qiladi. Chunki ajoyib qo'rqinchli. Ya'ni mu'minninki shu siratning ustidan o'tib do'zaxni ko'rishining o'zi bir ne'mat. Chunki u undan qutulganligini his qiladi. Qutuldi, u qattiq xush oldi. O'ylab baqsaq bo'ldi, yo'lda ketyapmiz. Qishimizdan vijda night yo'g'on ig'ir kamyonlar, yuk avtomobillar o'tib ketdi. Mashina bilan orliqimiz 1 santa qoldi, qishimizdan shaq o'tib ketdi. Agar biz 1 santa uyoq tutgan bo'lsak yo'lning o'lib ketdik. Ya'ni bizning badanimizning bir narsa tap olamaydi. Mush vaqtda odamning saodatini bo'ldi. His tuyg'usi Şükür Xudayım. Acayip bir saqlanıp qaldım ya. 1 santa ovqat to'g'an bo'lsam hozir yo'qdim men. Bir xil xushallik tuyg'usi chunki men ko'zga ko'rangan o'limdan qutuldi bu. Bu bir dunyodagi kichikgina bir hodisa. Oxiratdagi qo'rqinchli do'zax, turli azob bo'lgan do'zaxning ustidan o'tib bundan qutuldi. Qutulgandan keyingi xushallik, qutulgandan keyingi saadet bizga nisbeten yeterlik bir saadet bu. Yani do'zaxdan o'tib bu bir saadet oldu mu? Cennetga kirsa, cennette mangulik yashash uchun bu yana bir saadet. Yani ikki ish bor. Birisi do'zaxdan qutulish, birisi cennetga kirish. Ikki saadet var deydi. Şuna Allah subhanahu va taala bizga ikkili marhalani, ikkili saadetni bermoqchi bu o'rinda. Demediki bayatın okuyan Al-İmran'ın 185. ayetinde kimki do'zaxdan yiroqlashtirilib, do'zaxdan qutulsa, öz nishoniga utuqqa yetgan bo'ldi, utuq qozongan bo'ldi demedi. Kimki jannatga kirsa, utuq qozondi demedi. Balki nim dedi? Do'zaxdan yiroqlashtirilib, do'zaxdan qutulib, jannatga kirsa, büyük bir utuqni qozongan bo'ldi. Faqat faza fawzan azima. Ma büyük bir utuq. Büyük bir saadet ma'o. İki iş var. Do'zaxdan qutulib, cennetga kirish. Yani bugünkü okumakçı olan ayetimiz وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Yani iman etkan salih emellerine qığallar do'zaxning sahipleri. Yani bular nima? Cennetning sahipleri. Estağfirullah. Cennetning sahipleri bular. Cennet bulardan ayrılmaydı. Bular cennetten ayrılmaydı. Turuş muddeti hem mengülikki hum fiha halidun. Bu birilgen bu ayet ilgiriki biz okugan ayetler, yani azap ayeti. Ulaik ashabun nar hum fiha halidun. Ula do'zaxning sahipleri, ula do'zax kirdi, men götürdü degandin keyin kelgan bizga bir selishtirma. Ikkisining selishtirmasini bilish uchun kelgan ayet. Yani mazmun uzluksiz davom qilyotdi. Yani ayet Banu İsrail haqida so'zlayotgan, yana davom qilamiz shuni. Yani 83. ayette
Banu İsrail'in meselesi üzlüksüz sözlünüdür. Estaizu billah ve iz ahadna mithaqa bani İsrail la ta'buduna illallah ve bil valideyni ihsana ve zil qurba vel yatama vel mesakin ve qulu lin nasi husna ve aqimus salata ve atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum ve entum mu'ridun. Yani Banu İsrail'in ötküzgen yeni bir iğir hatalıqı bu yerda tekrar bulağa əsıltılmadıdır. Çünkü ayetinin 5'i iz degan söz bilan başlandı. Biz ilgirki nurgun derslerimizde öttük. İz degeni ötmüştü yüz bergen. Burunqi zamanlarda yüz bergen şu milletning tarixida ular biladigan ma'lum bir ishni bulağa əsıltıvatıdı. Yani iz. Sizlar şu vaqtni eslanglar. Şu vaqtida biz Banu İsrail'den mundaq ahdi misaq alğandık. Allah'a ibadet qilsizlar. Ata-analarga yaxshilik qilsizlar. Tuqqan, yetim, miskinlarga yaxshilik qilsizlar. Kishilarga güzel so'zlaysizlar, ya'ni yaxshi gaplarni qilsizlar. Namozni voyiga yetkizib, buyurilgan shaklda ado qilsizlar, zakot bersizlar. Deb bu xil va'dlarni alğandık. Bu sizlarning qilib tegishlik ishinglardi. Ama sizlar shundan keyin azg'ini kishilaringlardan boshqalarga yuz o'rdinglar. Sizlar qalbinglardan ya da thumma tawallaytum illa qalilan minkum va antum mu'ridun degani qalbinglardan chiqirib, ya'ni niyatinglar bilib turib. Bunda qilinmay emas, sahvallik yusidan emas, boshqa bir maqsadda emas, zodi bu ishni qo'ya bu ishni deb o'zinglar qasdan yüz öğrediğanlık, yani yüz öğrüş sizlerin vücudunlardan çıkıp yüz öğredinler sizler. Bu yüz sizlerin ılaqımında bu meselelerini taşlap koyuşunlar vakitlik ya pasıklık ya o ya bu ya mesela ya ki bir hutlaşış ya onda emez. Zaten sizler bunu körüp taşıldınlar bunu. Çünkü ayette ve entum mu'ridun thumma tawallaytum yüz öğrüş diyen iki fiil var. Tawallaytum ve entum mu'ridun da bu bulanınki ne kadar şu yani g'afillik yüzünden emas. Yani özünün nimda atqanligini, nima qilayotganligini bilib turib, yani niyati bilan yüz o'rish niyatni qilinmaslik tufayli emas, qilalaydigan turib o'zining yüz o'rganligini ifodalaydi. Yani Allah subhanahu va taolo Banu İsraildan 8 turlik narsalarni Banu İsrailga ayıplaydi. Bunun birisi misaq. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Banu İsrail'den 8 türlük işini alğan, birisi ahdi misaq. Ayet tilg'alingan misaq deganimiz odatda nayte mazmut, inchki shaklda bekitilgan chin va'da. Chin va'da. Yani bu ya bulardaki yaratılma, tabiatidagi va'da yoki bular shu hujayra vaqtida, ya'ni o'zing atlarının ki vücudidagi hujayra vaqtida ilingan va'da. Bu yerdagi va'da desa hech kim birovning oldiga kelib, "Men sen bilan va'dalashdim" demaydi. Shuning shu xil imkoniyatni berganligi, vujudida shu xil iqtidorini qo'yganligi yoki shu xil talablarning taqozzolarini uningga imkoniyat qilib yaratib berganligining o'zi shu vaqtda olganlik bo'ladi. Yana bir oyatda sura Arafda 172 ayette ve iz ahaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyetahum ve ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Öz vaqtida Rabbing bani Adamdan ularning uchullaridan, vujudlaridan ballarını ilab ularni o'ziga guvoh qilmadi. Masalan, Rabbinglar emasmidi? Ular ya Rabbimiz ya Rabb deb ular iqror qilmadimi? Demak, insonning vujudida Allohni o'zining Robbi deydigan, o'zining ojizligini, o'zi yaratolmaydiganligini, o'zining ishining o'zining qo'lida emasligini e'tirof qiladigan bir holat bor insonda. Demak, bu yerda yana bir va'da bor. Ma Odam alayhisalomdan olgan bir va'da bo'lib qolsa, yana bir va'da bo'lib, Alloh bu va'dani butun payg'ambarlardan olgan. O olsunmu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikini xuşbişarat biriş, ägeş küçülerinin şu Muhammed aleyhisselam əvətilgən vaxtda şuna iman etişini tələb qilish, ya ki özlərinin kitabıdaki bu məsələni yuşamaslik və özgərtməslik, ona bu vədi var. Bu bir vədi. Əmni misaq digən neymi o desə, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ Bani İsrail'den misaq aldık, vədə aldık dedi ya. Biz misaqını normal silahının düşünüşünün üçün vədə, əhdi deb tərcümə qıldıq.
Ama Arapçadaki misak degan so'zningki ma'nosi Allohdan buyruq. Uni qil ya buni qilma deydigan buyruq va ahdini nima bo'ladi? Misak bo'ladi. Birovdan amisi siz menga manda ishlar qilib bersiz, kelishdik degan bo'lsa, qarshi tarafga nisbatan bir uningga qilib beradigan bir ish yuklangan bo'lsa ustiga bu misak bo'ladi arab tilida. Ya'ni bunda bo'lishi sen Allah subhanahu wa ta'ala iman to'xtamiga kirgan vaqtda amantu billahi va rasulih deb iman aytgan vaqtingda la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb iman aytgan vaqtingda nimda va'da kirgan bo'lsa, nimda ahdlashgan bo'lsa desa, Alloh buyuradigan narsani qilish, Alloh to'sgan narsani tashlashga kirgan bo'lsa. Yani men iman aytdim deganlik bu xil shakldagi iman to'xtami bu. Mana buning o'zi dal mushu oyatda tilg'ilingan misoq. Qur'oni Karimda bu misoq degan so'zi nayti ig'ir sifatlanin. Ig'ir degan bir so'z bilan sifatlab misoq g'aliz, ya'ni ig'ir to'xtam, ig'ir va'da, ig'ir ahdi deb ma shaklda kelgan. Masalan, sura Niso'da bu haqda tilg'ilinadi, ya'ni er bilan ayolning bo'lgan aloqasi haqida. Ve in aradtum istibdala zawjin makana zawj. Sizlar bir ayolni boshqa ayol almashtirmoqchi, ya'ni taloq qilib boshqa yangidan to'y qilmoqchi bo'lsanglar, va ataytum ihdahunna qintara. Unga nurg'un to'yloqlarni bergan bo'lsanglar, o to'yloqdan hech narsani ilib olmanglar. Acaba uni yolg'ondan gunoh shaklda evol olamsiz sizlar? Qanday qilib olasizlar? O'zaro ba'zilar bilan oila qurib, nurg'un ishlar bo'lgan bo'lsa, ve o ayollar sizlardan ig'ir ahd va'dlarni olgan tursa deb ma oyatda mo misaqan g'aliza deb misoqni ig'ir ahd deb mana shaklda qo'llaniladi. Ya'ni nima uchun ma er ayol aloqasi misoq degan so'z ishlatiladi? Andikin g'aliza ishlatiladi desa, chunki ma ahdi er ayol o'tirisidagi oldim, taqdim degan bu ahda ayolga nurg'un narsani halol qiladi. Bu ahdisiz u narsa halol olmaydi. Dadis halol olmaydi, u narsalar qarindishi halol olmaydi, eridan boshqa hech qanday insonga halol olmaydigan narsalarni eriga halol qiladi shu bu va'da orqali. Bir odam o'zining qizining qishig'iga kirsa, qizining putlari uch qo'ysa, darhol uni yo'gashga oldiraydi, darhol yo'gib oladimdi. Ammo ayolning qishig'iga eri kirsa, hech yo'q, yo'gmaydi u. Demak, ayolni eriga shunchalik bog'laydi-ki bu misoq, bu ahda o ayol o'zining dadisiga mu'minchilik emasdi, qarindishiga mu'minchilik emasdi. Bu ahdi va'da ayol kishini eriga dadisdanmi, qarindishdanmi yaqin qiladigan. Demak, cho'ng'ashqa yerda bu ahdini qattiq va'da. Chunki ma va'da avrat rayonlariga kirib, avratni erga ayolga muboh qiladi. Erning avrat joylarini ayolga, ayolning avrat joylarini erga halol qiladigan darajada, yuqori darajadagi va'da. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo er ayol munosabatini tasvirlab, yana bir oyat sura Baqaraning 187-oyatida hunna libasul lakum va antum libasul lahun. Ayollar sizlarga nisbatan bir kiyimga o'xshaydi. Sizlar ayollarga nisbatan kiyimga o'xshaydi. Ya'ni sizlardan, er ayoldan har biri yana birininki avratini yo'gaydigan, yushiradigan narsa. Hatto dadiga kelsak, dada o'zining qizining igidorchiligining boshqalarning qo'liga tegishini yaxshi ko'rmaydi. İllaki şu ayolning iriga, ya'ni agi verib qizini yotliq qilib, boshqa o'tib kelsa, tamam xo'shal bo'ladi hatto. Hatto dadasi qizi cho'ngib qolgan vaqtida to'y qilmasa, sal bearam bo'ladi. Shunchalik darajadagi ish bu er ayolning munosabati. Er ayolningki to'y qilgan vaqtdagi birisi-birisiga bergan va'da, to'xtam, bu yerga to'xtam, ahdi intayin mukammal. Shuningdek Qur'oni Karim bu xil va'dani, er ayol o'tirdiki bu xil va'dani g'aliz deb sifatlagan. Endi biz bayatning yoqi ahdi misoq degan so'z haqida, buning ashta mukammal bog'lanadigan, birisi-birisining ustiga haqqi tushadigan, ajratilmaydigan shaklda birisi-birisiga bog'lanadigan o'rinlarda ishlatiladiganligini so'zlab o'tdik misoqninki. Bugungi oyatimizda mo shu misoq so'zi qo'llanilgan. Qaytadan kelayli. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsda va iz akhadna misaqa bani Isroil la ta'buduna illalloh deb misoq so'zini ishlatdi. Ya'ni Banu Isroildan shunchalik ching va'dani olgandik biz. Ular bilan kelishgan to'q biz deydi. Endi miyadagi bu va'da 3 shartni o'ziga oladi. La ta'buduna illalloh degan mush va'da 3 shartni. Birisi Allohga yolg'iz ibodat qilish. Ya'ni birisi Tavratga iymon aytish.
Yani birisi Musa Aleyhisselam'ni peygamber deb iman ettiş. Nimişqa? Çünkü Allah'a yalnız iman ettiş imanның en yüksek tarafı. Ama sen Allah'a iman ettim deganlik bilan Allah'a ibadet qilish prinsipini sen belgileyenmeyse. Qana qilasan de? Onu kim belgileyden davasa? Dese ibadetning prinsipini belgileydiğini ibadet qılınğıcı olan zat. İbadet qılğıcı emas. Ondan keyin Allah'tan çürülgen bir menhejni özüňe yol tutuşun kerak. O olsun Tevrat, bunun iman etişin kerak. Ondan keyin Musa Aleyhisselam'ni peygamber deb iman etişin. Çünkü heliqe sen menhej qilgan Tevrat şu Musa Aleyhisselam'a düşkün. Ondan keyin 3 narsa bo'lmaganida senin imanın iman bo'lmaydi. Birisi ma'bud iman etişin kerak. Yalğız. İkincisi ma'budning sana belgilep bergen yolunu bilişin üçün ibadet qilishdiki, onun tushungan kitoblarga iman etishing kerak. Shu kitobning sog'lom ekanligiga kafolatlik qilishing uchun va uni tushunishing uchun u tushirilgan payg'ambarga iman etishing kerak. Bu 3 shart var. Mana mushu kitob tushgan Musa alayhissalom, Banu Israilga nisbatan, bizga nisbatan Muhammad alayhissalom ibodatning to'g'ri yo'llarini bayon qilib beradigan kishi bo'ladi. Demak, bir iymonninki muhim 3 tarafi bo'ladi. Mushu 3 shartsiz Banu Israilning ibodati to'g'ri bo'lmaydi. Bizning aynı şekilde yani. Biz Allah'a iman etmag'inimizda, Qur'onga iman etmag'inimizda, Muhammad alayhissalomni rasul deb iman etmag'inimizda bizning ibodatimiz to'g'ri bo'lmaydi. Biz ibodatimizni boshqa shaklda qilamiz. Oyatning 2-chi mazmuniga olsak, birinchi mazmuni Allohga yolg'iz ibodat qilish, Banu Israilning olgan va'da. Ikkinchisi va bil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilish. Chunki ota-onasi insonning dunyoga kelishdagi bevosita sabab. Sen küçük vaqtında seni terbiyeleyen, sana köngül bölüdü. Bu normalda Allah buyurmuşsun insan özünün normal aklı ölen, insani vicdan gururu ölen kılıştıkışlık iş. İhsana degen adeti normalda, ma ayette kullanılan bir ibara var. Ve bil validen ihsan. İhsan degen ne? Müşakip azrak tohtarayla sabaktaşlar. İhsan degen mecburiyetinin üstündeki işimiz ihsan deyimiz. Senin ma'lum bir işlerini qilishing mecburiyetin, qilishga tegishli ishing. Bundan halqib qila olsang ihson bo'ladi. Hatto ibodatda ham shu. Ibodatda normal bandichilik qilsang, bu sen normal bandichilik qilgan bo'lsa, ashrub qilsang, bu ihson bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom islom ibodatdagi ihsonni bayon qilib, Jibril alayhisalom so'rgan vaqtida anta'budalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yani Allah'a ibadet kılıştaki en yukarı pella qaysi, yani ihsan qaysi degan vaqtida ihsan gerçi sen Allah'ını ko'msan, Allah seni ko'rib atgan bo'lg'achqa, xuddi oldingda Allah'ını ko'rgandek bir xil vujud hissiyat bilan turib ibodat qilish ihson. İmanning, ibodatning en yüksek tarafı. Bu ish. Ihson har ishda bo'ladi. Ibodatda bo'ladi, boshqa ishlarda bo'ladi. Ota-onaga ihson ishlatdi. Yani ihsonning ma'nosini olsa üstümüzdeki mecburiyetin halkagan, aşkan halet bir işlerini kılış. Yani ata-onaga babaga kelgan vaqtda ata-onani beqishimiz kerak. Çünkü bizni tug'di, dunyoga kelishimizga sabab bo'ldi, bizni kichik vaqtimizda. Endi uni hammalar tushunadigan bir masala. Hammalarning oilasida kichik bolalar, yoki boshqalarning bolasi bor. Agar o'zimizning bolasi bo'lmay qolgan taqdirda ata-onalarning bolalari uchun nimalarni qildiganligini, qanday jafolarni chekadiganligini biz bilamiz. Bu nuqtadan qilishga tegishli bir bilgishlarimiz var. Bundan halqan şekilde qilish ihson bo'ladi. Qur'onning talab qilgani bu bizdan. Çünkü sen sana belgilengen derecede kılışın mümkün bir işini. Mesela namaz ne? Farz miqdori qilgan bo'lsa, ado qilgan bo'ladi. Yani farzni ado qilib, boshqasini o'qimaydi bir odam 5 vaqt namoz o'qidi, tahajjud o'qimaydi, çaşka namazı okumadı, namazın sünnetlerini okumadı. Bu adam şu ado qilgan bo'ladi o'zining üstündeki mecburiyetini. Ama nafillarni o'qib, kechasi qiyam qilgan odam ibadet babida ihson sohasiga kirgan bo'ladi. Ihson doirasiga kirgan bo'ladi. Ya'ni uningki bu yerda qilayotgani o'ziga belgilangandan ko'p. Alloh subhanahu va taolo muttaqillarni sifatlab sura Zariyatning 19-oyatida innal muttaqina fi jannati va uyun. Muttaqillar jannat va uyun buloqlarda bo'ladi. Bular Robbi bergan shu ne'matlarni oladi yerda deydi. Deb bo'lib
Nimişqa dese innahum kanu qabla zalika muhsinin. Bular dünyada muhsin deydi. Özge belgelengen özünün mecburiyet dairesinden halkıp kılış kıldı Allah bular. İbadetti mi başka işlerdi mi? Kanu qalilan minel leyli ma yehcaun. Bular keçide tahajjud okuydu. Ve bil esharuhum yestagfirun. Ettigelleri de mağfiret talep kılattı. Ve fi emvalihim hakkun lis-sa'il vel mahrum. Bularning mal mülklerinde ihtiyaclıklarga soraydı Allah'a, mahrum qalğanlarga bir haq. Demek bular her işte. Meyli infaq sahasida, pul mal xaylaydigan sahada, ibadet sahalarida, şəxsi özününki Allah bilan bu aloqa sahalarida haddin aşırıb, yani özgü belgilengen fərz vacibatlardan başqa nəfl nawafillar. Bu ayetdeki innahum kanu qabla zalika muhsinin degandagi muhsinin ibarəsi biz bayatını söyləyətqan ihsan degan söz şu. Yani ihsan her qanday narsaninki mecburiyet dairesinden hal qilgan qismi ihsan buludu. Yani biz yuqoridagi oyat ko'ryapmiz. Mayli namoz olsun, tasbih olsun, sadaqat olsun, belgilengandan oshirib qilish ihson buludu. Allah subhanahu va taolo bizden ata-onamizga bizning ustimizdagi mas'uliyat, majburiyatdan oshirib ihson qilishimizni, yaxshilik qilishimizni buyuryapti. Bu Allah'ın buyruğu. Ata-ana babıda davamlı təkləydiğimiz məcburiyyətini ada qilish emas. Məcburiyyətindən aşırıb ada qilish. Bu bizni Allah'ın buyruğunu ata-anamızga nisbeten. Ondan keyinki məzmunga ötkəlsək ayətdiki, yəni Banu İsrail'in ağan vədinin birisi la ta'buduna illallah, bu bir Allah'a yalnız ibadet qilish. İkincisi ata-anaga yaxşılıq qilish. Üçüncüsü zavil qurba. Zavil qurba degan Banu İsrail'in ağa vədinin 3-cü dərəcəsi. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala bu ayətdə bizə ihsanın 2-ci dərəcəsini belgilədi. Yəni Allah subhanahu wa ta'ala ata-anamızga ihsan qilishimizni tapıldı. Yaqinlarimizga, tuqqanlarimizga ko'ngil berishimiz tapıldı bu ayətdə. Əgər bizdən hər bir adam muşu işini qılsa, ata-anasına gözəl şəkildə ko'ngil bölsə, tuqqanlarga ko'ngil bölsə, cemiyette hiçbir muhtaç kişi, hiçbir kembag'al, hiçbir miskin qalmagan bo'ladi. Bu aniq. Allah subhanahu va taolaning maqsadi nima? Bizga shuncha ishlarni qilishdan, shuncha taklifatlarni berishdan, chunki Allohning istaydigini shundoq bir jamiyatga na kambag'al yo'q, na adovat yo'q. Kambag'allikni yo'qotishning, adovatni yo'qotishning birdan-bir yo'li o'zaro mehr shafqat qilish, ata-anaga, yaqinlarga ihson qilish orqali bo'ladi. Jamiyatdagi har bir ehtiyojli odamga kapolatlik qiladigan, kepillik qiladigan bir odam bo'lish. Bu orqali jamiyat go'zal bir jamiyat o'tirg'i chiqadi. Alloh subhanahu va taolo undan keyin deyotdi: "Val yatama." Banu İsrail'in ağan va'dininki yana birisi val yatama, ya'ni yetimlarga ihson qilish. Yetim degan kim? Dadasini yo'qotgan odam, ya'ni balog'atga yetmagan, dadasini yo'qotib qolgan kichik bola. Bu insonda bo'ldi, ammo hayvonda yetim onasini yo'qotgan bo'ladi. Chunki hayvondagi onalik bolaga zarur bir narsa. Chunki hayvonda dadasi ini qolmaydi, lekin onasi ini. Ammo dadasini yo'qotgan yetim o'zini iqtisod bilan ta'minlaydigan, turmush bilan ta'minlaydigan, shuning ustidan tirishib, kasb qiladigan, uni qo'g'daydigan kishisini yo'qotgan bo'ladi. Yetimning ahvoli bu. Allah subhanahu va taolo anını terbiyelaydigan, ko'ngildigan qildi. Dadani ailenin ehtiyojlarini to'liqlash uchun sa'iy qiladigan qilib yaratdi. Bu ikkisining vazifasi o'xshamaydi. Ammo ahvol hozir o'zgarib, tatib qoldi ishlarni. Bugungi jamiyatda ailenin chiqimlaridan bosh tortadigan kishi, ayol kishi shunga muhtoj bo'lib, sirtga chiqadigan bu to'g'ri ahvol emas. Shavqi rahimahulloh tüendeki şiirdaşta bir mezmunlarını tilga algan. Leysel yetimu men intaha ebevahu min hemmil hayati ve khallafahu zelila. İnnel yetime huvellezi telqa lehu ummen tehallet ev eben meşgule. Yetim degen ata-anası dünyanın gamlerinden tügep, yani hayat ülüp ketken adam emas. Xar taşlap qo'ygan adam emas. Belki yetim, haqiqiy yetim ya balası ko'ngil bölmeydigan ana yoki ailəyə ko'ngil bölməydigan, məşğul, dadısulab qalğan adam haqiqiy yetim deb, bugungi cəmiyyətimizdə bo'layotgan bəzi bir hadisələrni təsvirləvətdi. Analava
balları xiyalidan kirib chiqmaydi. O'zi qatraydi u yerga, balasi uyda yoki uyda bola boqquchininki qo'lida ana mehridan mahrum qolgan. Dadalar varki ailesi nerede, ballar nerede, ularning chiqimlari nerede, ishlari nerede ko'rib, nerede to'xtadi, faqat xiyoliga kirib chiqmaydi. Mana bunda bola haqiqiy yetim. Nadisi anısı ülüp ketkenler emas. Ma degan amdaligi bugungi jamiyatdagi ba'zi yuz berayotgan hodisalarga qarata qamchilash. Yani yetim bir sunu qulida odatda, ko'ngli sunu qulida, o'zi sunu qulida, chunki u dadasini o'qitib qo'ydi, yordam beruvchisi yo'q. Islom jamiyatida har yetimga dadadek jamiyatning odamlarining hammasininki ko'ngil bo'lgunni ko'rimiz inshaalloh Alloh degandek bo'lsa, ashu agar ashta qilsak ham diyani jamiyat bir yetim bola shunda o'tirib chiqqan amallan bunga jamiyat ko'ngil bo'lsa, o'zining balasidek ko'ngil bo'lsa, ash yetim bola yetim bo'lib jamiyatda eski bo'lib qolmasa, üsp yetilalasa, dada o'zining bolalarininki vafotidan keyin qilib qilishni ansiramaydi. Demak, jamiyatga ko'ngil bo'lish, jamiyatning yoki yetimga ko'ngil bo'lish desak, avvalan jamiyatning o'zining haqqini himoya qilishga kafolatlik qiladi. Chunki dada halol yo'lda ishlaydi, qo'ldijiq bir narsa yo'q, o'zi namrat, o'lib ketish oldida ya kasal yoki bir ishlar. O'lib ketsam balam qanda qilla degan narsa kallasiga kirmaganida, o'lib ketsam balamga kepillik qildiganlar chiqidi deb xotirjam bo'lganida o'zi qilayotgan halol kasbni tashlamaydi. Haram yo'lga mangmaydi, haqning haqqiga dessamaydi. Jamiyat bozulmaydi. Bu kadar. Yani jamiyatninki yetimlarga kapolatlik qilg'ini ko'ngil bo'lgani amaliyotda o'zining haqqini qo'g'dig'ini. Chunki bir yetim bo'lib mol-mulki bo'lsa, kishilarning hammasi shu kichik bolaning mol-mulkiga ko'zi tushadi. Chunki o'zini qo'g'dayolmaydi u. Bu bir. Ikkinchisi, bunda o'zaro ijtimoiy kapolat jamiyatdan adovatni ketkizadi. Her insan ballarını hatırlayacağım buludu. Hatta cemiyetninki himayesiga, yardımıga erişip çoğulgan yetim bala, çoğulgandan keyin cemiyette şu xil yaxshilarni qiladi. Ama aksicha bir yetim bala cemiyette xorlansa, xorlansa, u yerda qaqalay, soqolay çoğ olsa, ko'chalarda yetib qopib çoğ olsa, bu bala yuğungandan keyin agar balaning qo'lidan ish qildigan bala bo'lib qolsa, cemiyetning intiqomini oladi. Bütün eskişlerin hemmini qiladi. Qanchalik ziyon bo'lsa soladi. Buni biz har xil hikoyalarda ko'ryapmiz yoki ba'zi atrofimizda bo'layotgan amaliy ahvollarda buni biz his qilyapmiz. Tamam. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo Banu İsrail'in olgan va'dalardan yetimdan keyin kim keldi? Masakin, miskinlar keldi. Miskin degan biz ilgari miskin hech narsa faqat o'zining hayotini qamdaydigan, turmushini qamdaydigan hech nimasi yo'q odamni miskin deydik. Ta Sura Kahfdagi 79-oyatda miskinlar bu xil shakllantirilganida, bir Xizr Musa alayhissalom bilan yo'ldosh bo'lgan rivoyatlarda Xizr deb ataladigan halaqi kishi paraxotga chiqqandan keyin paraxotni Alloh subhanahu va taolo va amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Ma paraxot dengizde işleydiğen miskinlerninki idi deb tasvirligiga qarab, ondan keyin biz miskinninki biraz bir narsa bo'lsa-mu, ammo o'ziga yetarlik bir narsa yo'q, adam miskin deb tushundik hamdi. Endi miskinlarga ko'ngil bo'lish, ya'ni o'zining turmushiga yetkudek bir narsa bo'lmagan kishilarga ko'ngil bo'lish ijtimoiy kapolatning bir turi, cho'qim jamiyatda bo'lishi kerak. Nimishqa jamiyat bir butun o'zaro kapolatlik qilish uchun. Mesela sen kambag'al bo'lsang, miskin bo'lsang, sen bay adamdan sening turmushingga yardım oladigan yordamlar kelsa, sen ashu bay adamga yaxshilikni umid qilsa, demak, chunki ma yaxshilik sana yetadi. O bay adam yaxshilik yetsa, bay adam foyda olsa, tijorat ro'noq topsa, sana yetadi yaxshilik. Ammo ma bay sana hech narsa bermasa, o bay bulaversa, sen kambag'al bulaversan, bu yerdagi natija nima bo'ladi? Sening o'chmanliking unga nisbatan eshib boradi. Bu xil. Bu bir ikki odamning o'tirib bo'lganda cho'ng masala maslak tuyuladi. Agar jamiyatlashib, jamiyatda bir bo'lak boylar, bir bo'lak kambag'allar, bularning o'tirida hech bir ijtimoiy kafolat yo'q. Bu holatda shakllansa, oxirisida ijtimoiy to'qinish kelib chiqadi, nurg'un narsalar kelib chiqadi. Ko'ryapmiz atrofimizda. Kambag'allik tufaylidan ni davlatlar yiqildi, ni hokimiyatlar o'rildi, ni jamiyatlarda sinfiy shaklda bir sinf yeni bir sinfni yo'qotadigan bir ahvollar shakllandi. Buning hammasi buning natijasi.
Tamam. Ondan keyin Allah subhanahu va taolo Banu Isroildan olgan va'dining yana bir qismida va qulu lin-nasi husna. Kishilarga chiroyli gap qilish. Chiroyli gap ma arabchasini o'qigan vaqtimizda husna deb pashlan o'qiymiz. Hani. Yana bu hasan, güzel degan ma'noda keladi. Güzel degan nima desa shariat güzel degan har qanday ish shariat ma to'g'ri degan emas, güzel bo'ladi. Ulamolar mushaqda har ko'z qarashlarliq zade yaxshi narsa degan shariat yaxshi degan yaxshimi yoki aqlimizda yaxshi bo'lgan narsami yaxshimi deymiz. Deymizki aqlimiz ma ish yaxshi deb qaragan narsalarda shariatninki yaxshi degan bir narsa kamigan bo'lsa-mu bu narsalar yaxshi bo'lishi mumkin. Ya'ni chunki aql bir narsa haqida o'xshamagan shaklda xilma-xil bo'lishi mumkin. Mening aqlim bilan sizning aqling o'xshamaydi. Madem buni yaxshi deb qaraydi, madem uni yomon deb qaraydi, shunlashqa biz aqlimiz yaxshi deb qaragan narsalarga yaxshi ko'zdan qaraymiz. Shariatning nassida shu narsani yaxshi deb bo'g'chi yoki shariatning nassida, shariatning oyat hadislarining ishida shu sen yaxshi deb qaragan narsani eski deydigan bir dalil kelgan qadar yaxshi deb qarasak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda deydi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Ya'ni mishadagi Sura Nahlning 125-oyati bu. Bu da'vat qilish haqida kelgan oyat. Kishilarni bir donolik bilan, hikmat bilan bu dinga chaqirg'in, güzel nasihat bilan chaqirg'in, ular bilan güzel shaklda munozara bo'lgan deydi. Hozirgi Banu Isroildan olgan va'dada va qulu lin-nasi husna deydi. Ya'ni bu yerda kishilarga güzel gap qildi. Mayadagi da'vatda bu güzel yo'llar bilan da'vat qildi. İkisi bir ma'no yani. Mazır okugan Rabbinga hikmet ve güzel veznesiyle çaqağın munazirleşsem en güzel ravishda munazirleş degan bu ma'no biz bugün o'qiyotgan ve qulu lin-nas husna kishilarga güzel gap qilinglar degan bir ma'no ikkisi. Mushu nuqta intayin muhim nuqta jamiyatda. Kishilarga chiroyli gap qilish, yaxshi muomala qilish hamma ishni o'xshaydi. Mayli sizning qilayotganingiz da'vat bo'lsin, tijorat bo'lsin, ijtimoiy muomala, har qanday bir ish bo'lsin, urug' tuqqanlar ailevi münasebet, hulum hoşlu münasebeti, devletlara münasebette güzel gap hemen o'xshaydi. Ondan keyin keldi va aqimus salat. Namoz o'qim. Ya'ni aqimus salatda endi ma arabcha o'qiganlar bu nuqtani tushunadi. Namoz o'qish degan iborat qo'llanmoqlik ma'runda. Namoz o'qish desa sallu salat deydi Qur'onda. Ammo aqimus salat degani bir bütün, mükemmel şekilde namaz bir okumni şekillendirme degan gap bor. Aqim degani, aqimu degani şekillendirish, o'tirg'i chiqarish degan ma'noda. Salat, namaz degan bir okum. Namaz o'qinglar emas, namaz o'qinglar o'qas qana shaklda o'qsa bo'ladi ya. Ya'ni aqimus salat degani namozni Alloh talab qilgan shaklda o'tirg'i olib chiqinglar degandek ma'noda. Yani biz namozni o'tirg'i olib chiqish, iqomat salatning ma'nosi haqida ilgari darsda so'zladik. Allohning nazarida qanday bo'lsa maqbul bo'ladi bu haqida so'zladik. Sallu namoz o'qinglar degan gap bilan namoz degan bir narsani o'tirg'i olib chiqinglar ning o'tirdi farqi bor. Aqimus salat deganning ma'nosi ma'runda namoz o'qi, lekin qanday shaklda namoz o'qi? Sendan talab qilingan shaklda, shu saviyada namoz o'qi. Ya'ni buning shartlari bo'ladi, shakllari bo'ladi, vaqtlar bo'ladi va bir talab qilingan bir uslub bo'ladi namozniki, shu shaklda o'qi. Ya'ni namozni o'tirg'i chiqish, Alloh talab qilgan shaklda o'tirg'i chiqish biz yuqorida deganimizdek insonning menga tushmaydigan bir asosiy taraf, dinning asosiy bir tarafi u. Namozni o'qib qo'ysa bo'lmaydi, talab qilingan shaklda. Chunki Qur'onda namoz o'qu demadi. Namozni Alloh talab qilgandek o'tirg'i chiq dedi, ya'ni. Aqimus salat deganda namoz degan bir o'qim shakllansin, o'tirg'i chiq. Namoz degudek bir namoz bo'lsin mayli degandek bir ifodalab Alloh. Ondan keyingi Banu Isroildan elingan va'dada va atuz zakat. Zakatni biringlar deydi. Zakatga nisbatan Alloh subhanahu va taolo zavil qurba val yatama val masakin de. Biz deymizki, tuqqanlar, yetimlar, miskinlarninki kambag'allar bo'lsa zakatga haq bo'ladi. Masalan, qarindishimiz va narva tuqqanlarimiz va xulum xo'shlarimiz va madam bizning beradigan zakatimiz mushlarga halol bo'lgan darajada bular namratlan bo'lsa, tamam bular halol. Ya'ni bular avla. Nimishqa
buna deyishimiz hamma bilan mushtavganda tuqqan ma'u, xulum xo'shna bir jamiyat yashayotgan odamlar bo'lganligini hammaning o'rtaq mukammal shaklda o'zaro bir-biriga kapolatli qiladigan iymoniy muhit yashayotganligimizni o'rtaq his qilishimiz uchun. Ha, ma'u menga ega bo'ladi ekan, men bunga yordamchi bo'lay deydigan bir uqum shakllanadi. Bu bunga ega bo'ladi, bu bunga yordamchi bo'ladi. Bu bunga ega olmaydi, bu bunga yomonlik qiladi yoki hech bo'lmaganda yordamchi olmaydi. Bu jamiyat shakllanishninki eng zo'r turtkilik omillardan birisi. Andikin bizning har birimiz yana birisiga yordamchi bo'lishga tirishdi vaqtida. Demak, zakot tigidni aytgan vaqtda kambag'alga beriladi. O yetim bo'lmasimi, tuqqan bo'lmasimi. Ammo har kambag'alninki haq, huquq va ko'ngil bilish haqqi bo'ladi. Endi bu yerda kambag'al zakotning sahibi. Uning haqqi bor. Endi bizning tuqqanlarimiz kambag'al bo'lib qolsa yoki yetim kambag'al bo'lib qolsa, buning ikki haqqi bo'ladi. Uning tuqqanlik, yetimlik, kambag'allik bo'lib haq ish bor edi. Dedikki bayatning oyati chiqdi, tuqqanimizga yaxshilik qilish bir haq, tuqqanimizning haqqi. Jamiyat yetim bo'lsa, buning ko'ngil bilish bir haq buningki. Endi mush yetim bilan mush tuqqanimiz kambag'al bo'lib qolsa, kambag'alning ayrim zakotini oladigan bir haq bo'ladi. Yetim kambag'alning yetimlik oladigan haqqi, kambag'allik oladigan haq bo'lib, ikki haq bo'ladi. Bu nuqtadan buningga zakotni oldi bilan berish kerak. Tuqqanlik bir haq bo'ladi, bizning bir tuqqan bor, uning ihson qilish bir ihson haqqi bo'ladi. U kambag'al bo'lib qolsa, zakotni oladigan haq bo'ladi. Navg'andagi zakotni tuqqanlarga bersa, bu texmo avlaviyat, ya'ni muhim tarafi bo'ladi. Ya'ni tuqqanlik haqqi, kambag'allik haqqi. Agar yetim bo'lib qolsa, yetimlik haqqi, kambag'allik haqqi. Demak, Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi 8 turlik ahdi misoq turlarini, mush oyatlangan 8 turlik ahdi misoq turlari var ya. Masalan, bir sanab chiqsak boshdan tortib, la ta'buduna illalloh bu bir va bil validayni ihsana va zil qurba tuqqanlarga yaxshilik qilish, val yatama yetimlarga yaxshilik qilish, masakin miskinlarga yaxshilik qilish, kishilarga yaxshi gap qilish, namozni o'tirib olib chiqish, ya'ni namoz degan bir holat, namoz o'qish holatini shakllantirish, zakot berish qatorliq 8 turini tilga olib bo'lgandan keyin dediki, summa tavallaytu. Undan keyin sizlar yana 100 o'rdinglar. Buni qilmadinglar, buni da'vatidi. Allohning mushadi qo'llangan ifodasi tavalla degan iboratla qo'llandi. Tavalla demak 100 o'rdi, itoat qilmadi, gapni anglamadi demak bo'ladi. Oyatda summa tavallaytum illa qalilan minkum va antum mu'ridun. Bu amaliyotda Banu Isroilning tarixida yuz bergan bir ish. Chunki Banu Isroilning ba'zisi 100 o'rib ahdi misoq itoat qilmadi, ammo ba'zi itoat qildi. Endi Qur'oni Karim Yahudlarga hujum qilgan vaqtida Qur'oni Karim Yahudlarga hujum qilmadi. Yahudlar bo'lib chiqdi, chunki bu bir millat. O bir ummat, o payg'ambarning agashchilari. Şu Yahudlar buluş bilan hücum qilmadi. Hücum qilishi Yahudlarning ichidan qarshi chiqqanlar hücum qilyapti. Ahli kitobning ichidan qarshi chiqqanlar hücum qilyapti. Bu bir reallikni ehtirom qilganlik. Dediki, illa qalilan deb itoat qilgan. Bu ahdi misoqqa amal qilgan. Gap anglaganlarini ayirib chiqib oldi. Qarquyoq hammasini haqqasan tugashgan bo'lar demidi bu yerda. Yani bu odatda normal bizga nisbatan bir ehtimollik saqlash qonun deb qo'ymaydi. Har qanday bir ehtimol bor deymiz-ku. Shunga o'xshagan bir ish. Alloh subhanahu va taolo xoliqninki maxluqqa insof qilishini so'zlayapti. Biz bir xoliq bo'lish sifati bilan maxluqqa insof qilib so'zlayapti. Shunga summa tavallaytum deb qo'ymaydi bu yerda. Andan keyin sizlar hammanglar 100 o'rdinglar demadi. Nima dedi? Illa qalila. Az bir qisminglar qilib qoldinglar, qolganlaringiz 100 o'rdinglar. Yani mushunda bir ayıplash babıdımı bularning ichidagi ayıplanmaydiganlarni unutib qolmadi. Bularni qanaqa qildi? Chiqarib oldi bu yerda. Yani sizlar 100 o'rdinglar. Az bir qisminglardan boshqalarning hammanglar 100 o'rdinglar. Misha kelgan vaqtida mazmun shu. Oyatga bir qaytadan qarab chiqsak, summa tavallaytum. Tavallaytum degani 100 o'rdinglar degan gap. Oyatning oxiriga qarasanglar va antum mu'ridun. Sizlar bir butun keyningni qilib 100 o'rib degan. 2 dan 100 o'rish var. Tavallaba bir 100 o'rish. 100 o'rish degani boshqa yuzni buyurib olish degan gap normalda. Boshqa qaralib, mesela yo'lda ketyapman, udulumdan birisi kelsa,
Şaqqıda onu küreşmeye güyülen deplam mayaqqa qarap mangan bolsun tavalla boludu. En müşeki bir inçki qarasak ayette yüz örüş degan ifade iki qitim qo'llangan. O'xshamagan şekilde biz müşurunda hem de tavalla deganni bir izahlaylı. Bunun ma'nosi buyruqni rad qilish, yüz örüş degan ma'noda. Ama inçkilikdan qarasak Qur'oni Karimga men bir nuqtani bayqaymiz yana. Mu'min kafir bilan bir jangda uchrashgan vaqtida Qur'oni Karimda mushu ahvolni tasvirlab bir oyat bor. Sura Anfalning 16-oyatida "Wa may yuwallihim yawma idin dubura illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah." Jangdan yüz örüp qaçqanlarga mushu tavalla valla degan mushu yıldızdan chiqqan, mush ko'kdan chiqqan pilni ishlatdi Allah. Yani yüz örüş. Ama oyatda bunda bir nuqtani chiqarib olag'liq. Kim düşman bilan uchrashgan vaqtida keyniga qassa deb bo'lib, jangni boshqa shaklda qilish uchun yoki boshqa qo'shinning qashig'i berish uchun, boshqa bir jang maydoniga berish uchun chekinganlar ular xarij, bular mustasno. Bu xil shaklda bo'lmay, qo'rqqan, jinni saqlash uchun, masalan, jang tartibini buzib qochqanlar Allohning g'azabiga yo'l qo'ydi dedi. Ya'ni masalan bir jangda bir sapda urush qilyotdi mo'minlar. Ma bir askar darhol chekin demaydi. Chunki buning buyruq keldiki, sen asab quvadi dedi. Buni Qur'on tavalla iborat bilan mayadin yuz o'rdi dedi. Lekin buningga Allohning g'azabi keladigan kishilarning qatoridan deb hisoblamadi. Hozir demoqchi o'g'limiz tavalla degan nima degan ifodani? Tavalla deganimiz har qanday ishdan yuzni o'riblam ketgan odam nima bo'ldi? Tavalla bo'ladi. Yani tavalla yüz örüş degan ma'noda. Allah subhanahu va taolo oyatda bizga shuni bayon qilib, yüz örüş xilma-xil niyat bilan bo'ladiganligini. Masalan, bu oyatning jangda yüz örüg odam Allohningki g'azabiga uchraydi. Ammo jang qilish niyati bilan, ya'ni urush kunligida askar yüz örüp qassa, yani jangdan qochish niyati bilan emas, ammo yana bir o'rinda urush qilish uchun berish niyati bilan yoki dushmanlar jiqroq kelib kelgan saptiki qarindoshiga yordam berish niyati bilan ketsa masabdan majang maydonidan chekinsa bu yüz örüş bo'lsin, ya'ni ketish bo'lsinmi, ammo bu jangdan qetish niyati bilan bo'lgan ketish emas. Anog'anda ketish degan o'qim, yüz örüş, chekinish degan o'qim umum o'qimkan. Yaxshi niyat bilan bo'lsa, yaxshi shaklda, yomon niyat bilan bo'lsa, yomon shaklda e'tibor qilinadigan bir shaklkan. Endi biz bunda bir misoldan birini akilayli faraz qilayli. Siz qarshi tarafdan yo'lda sizga qarab kelayotgan sizning bir qarzdor bir odamni ko'rdingiz. Sizning pulingiz bor uningda. Darhallam siz bundan yuz o'rib, ya'ni chekinib ma yo'ldan boshqa yo'lga chiqib ketdingiz. Maqsadingiz nima? Uni yomon ko'ribmi? Yo'q. Lekin uningga ko'ngil, chunki aningda pulingiz bor. O bichara her qitim sizni ko'rsa, sizga qarzda olgandan keyin bir xil xijil bo'ladi. Bu qitim uchrashib qolsangiz, bir xijil olmasin. Yaxshi bir kurashmaya deb aningga ko'nglingizda bir ichingiz og'rib, siz bu yo'ldan chiqib ketdingiz. Nimishqa uning izzat hurmatiga tegishni xohlamadingiz. Ambiyada siz yuz o'rdingiz. Boshqa yo'lga chiqib ketdingiz. Uningni udillashib kurashmadingiz. Ammo bu butunlay bunda uni yomon ko'rib yuz o'rish niyatingizdan emas. Demak, arabchadagi tavalla, a'raza degan bu fe'l normalda yuz o'rish degan ma'noga keldi. Ammo bu yuz o'rish niyatga qarab turib hukm beriladi bunga. Endi mushu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bizni shu nuqtaga diqqat qildirmoqchi. Diqqatimizni shu nuqtaga olmoqchiki, ma yahudlar yuz o'rish niyati bilan keyniga chekingan odamlar bu. Niyat yomon demakchi. Bularga boshqa bir xil shaklda chekinmadi. Qasdan chekindi. Chekinishni o'ylab turib, yuz o'rishni o'ylab turib chekindi. Boshqa nishon uchun emas. Deganni ta'kidlash uchun oyatda yuz o'rish degan ikki xil tilning ikkilisi qo'llangan. Summa tawallaytum deb kelib oyat oxirida va antum mu'ridun. Sizlar chekinib oldinglar, keyinlar yenib oldinglar. İtaat qilmadinglar. Maqsadinglar va antum mu'ridun. Maqsadinglar sizning yuz o'rish. Amal qilmaslik. Hadimaslik deganni ifodalash. Bularning qandaqdir
bir bahana ko'rsatib, "Yo'q, bizning maqsadimiz o'tdi. Bizning maqsadimiz butdi. Biz keyinroq qilaylik degan, hozir sharoit yor bermaydi. Asta-asta ko'nganda qilli degandek mahil shakldagi bahonalarga yo'l qo'ymaslik uchun, ya'ni shu ikki xil bil ishlatdi. Summa tavallaytum va antum mu'ridun degan shaklda. Shuning bilan bugungi darsimiz 82-oyat, ya'ni mu'minlarningki va ular ahvoli, ularning erishadigan mukofoti. So'zini bo'lgandan keyin yana shu ilgirki darsimizga o'xshash Banu Isroilning qilgan xatoliklari, qilmish etmishlarini o'tirg'i qo'yish bilan davom qildi. Banu Isroilning Alloh subhanahu va taolo 8 xil va'dani olgan, ammo bular bu 8 xil ahdi misoqda turolmagan. Bularningki nima uchun bu qadar rezillik, bu qadar xorliqqa putilganligini, mubtalo bo'lganligini biz tushunyapmiz va bizga mo aniq ochiq bir signalki, mushlardan olgan shu oyatda bayon qilingan 8 turlik ahdning hammasi bizning ustimizda bor. Alloh subhanahu va taologa yolg'iz ibodat qilish ustimizda bor. Ota-onalarimizga ihson qilish yana bizning ustimizda bor. Yaqin tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilish ustimizda bor. Kishilar bilan go'zal shaklda muomala qilish ustimizda bor. Namoz, zakot qatorliq diniy vojibotlarni ado qilish ustimizda bor. Biz endi shu ishlarni qilamizmi, o'rinlaymizmi yoki cho'rib tashlaymizmi? Bu o'zimizga berilgan ixtiyor va shunga ko'ra natija bizni kutyotidi. Bu oyatdagi Banu Isroildagi ahvollarning hammasi bizga ayni shaklda tushadi. Inshaalloh darsimizning oxirini davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.